Endi hurmatli o'g'illar, mayda qatoriga o'tdik. Qo'y qo'shqor echkilarning narxlaridan chiqarib ketamiz. Qani videoroliklarımizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunday tezkor videolarimiz kelib turadi. Aka, qo'shqorlar qanchadan bo'ldi? Brat, qo'shqorlar qanchadan bo'ldi? Bir joyda 8,5 milliondan bo'lyapti savdosi. Aytilishi 10 milliondan. Aytilishi 10 milliondan bo'lyapti qo'shqorlar. Ha, to'yga qo'yiladigan qo'shqorlardan. Kimga talabgorlar bo'lsa, nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Izi bo'ladi aka bular. Izi bor. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Nomer ayting. 94lik 499 92 16. Siz kim deydi? Kim? Rauf aka. Manzil qayer? Manzil qayer, manzil? Qashqur. Oluvchilar bo'lsa, ham bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. To'yga jo'natadigan mollar, qo'shqorlar. Aka, qanchadan bo'ldi ekan bu qo'shqorlar? Brat. Qanchadan bo'lyapti bular? Ha, 7dan. Bittasini nasiya ber. Qanchadan bo'lyapti savdosi aka bularni? Ha? Savdo 6 bo'lyapti. Ikkovgami? Bittasiga. Qaysini 6 million deyapsiz? Savdosi. Yo, 6 million deyapsiz kelishamiz. So'ram biron kishi? Elektr so'rayapti. Elektr so'rayapti. Buni-chi? Buni 32 so'rayapti. 32 savdosi bo'layotgan ekan kichkinasi. Nima bo'lyapti aka? 7 million. Qaysini? Uchovmi? Ikkovi. Buni 6,5. Narigi 7 milliondan bo'lyapti buni donasi. Buni savdosi qancha bo'lyapti? Buni 5,5. Savdosi 5,5 bo'lyapti. Bular 7 milliondan bo'lyapti savdosi. Yo'q, 7 million deyapmiz. 6 million, mana o'zini 6,5. Mana qorani 6,5 million so'rayapti. Bunchi? Buni 6 million, 6,5 so'rayapti. Bo'ladi. 6 ga 6,5 million bo'layotgan ekan savdosi. Dumbalari katta ekan. Aka, qo'zilar qanchadan bo'ldi? 2,5. 2,5 dan savdosi. Savdo 2,5 milliondan bo'layotgan ekan. Mana qancha baholayapsiz bularni? 3 milliondan baholayapti mana. 2,5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Qanchadan bo'ldi aka bu qo'zilar? Ha? 4 milliondan deyapsiz? Har birovini. Qanchadan bo'ldi savdosi? 3 million 300 dan so'rayapti. Qo'chqor urg'ochi. O'rtoqim qo'chqor. Qanchadan bo'ldi ekan akalar bu qo'zilar? Sizami? Qanchadan bo'lyapti bular, ha? Savdo bo'lyapti. Mana 7 dan bo'lyapti. 4,200. Chakkagi odim chopgan aka savdo qilyapti. Aka, qo'zilar qanchadan bo'lib qoldi? Aka, maydalar 26 dan qoldi. Bunisi 29 bo'ldi. Bunisi 33 bo'lyapti nargisi. Savdosi. Savdolar mana shunday o'tdi. Tushiringlar, qo'y egasi mana chaqqan bo'yli. 2,5 dan. 3,5 dan. Gapir. 3,5 dan qo'ylar. Gapirmaydi. Qanchadan bo'lyapti aka bunisi? 2,5 dan deyapti. Bir tekis. Ha. Mayda katta aralash. Ha, so'rab olaman. Savdosi bo'ldimi bularda? 32 dan. Savdo 32 dan bo'lyapti. Savdo Gap savdogar ekan. Savdolar 32 dan bo'lyapti. Qancha? 3 million 700 dan bo'lyapti savdosi. 3 million 700 ming so'mdan bo'layotgan ekan mana qo'zilar. 3 million 700 dan. Qancha baholayapsiz? Bahosini qancha qo'yapsiz? 4 milliondan baholanyapti. 3 million 700 gacha savdosi bo'layotgan ekan. Qanchadan bo'ldi bu qo'zilar? Bularni 24 dan qiladi. Qaysini? Mana kichkinanimi? Kichkinani 2 million 200 qiladi. Kichkina 2 million 200, bu 2 million 400 dan bo'lyapti. Savdosi. Savdosi. Bularchi? Buni 3 million 750 qilyapti savdosi. 3 million 700 ming so'm bo'layotgan ekan savdosi. Qancha bo'lyapti bu qo'shqor? 8 dan baho qo'yapmiz. Aha. 15 million 300 ming savdo bo'ldi. 15 million 300 savdo bo'lyapti ikkoviga. Zotga. Ha, zotga bo'ladi ekan mana. 15 million 300 ming so'm savdo bo'ladi. Shak. Shak. Bo'ladi. Qancha deyapsiz siz? 7 deyapmiz. Ikkovini. Qancha bo'ldi savdosi? 63 64 bo'lib qoldi. 63 64 gacha bo'lyapti savdosi. Bo'ladi. Yaxshi. Qancha deyapsiz buni?
36 deyapman. 36 deyapsiz? Ha. Qancha bo'ldi savdosi buni? Savdosi 3, 32 so'rab turibdi. 32 3 ga Ha, so'rayapti. dangali 3 so'rayapti. Sizda qancha bo'ldi aka? Bor joyida. 33 bo'ldi. Jazmani 3,5 bo'ladi. 3,5 deyapti. 3 million necha bo'larkan aka savdosi? Qo'llar. Onlar 28'den bo'layapti. 28 dan? Aytganini chiqadi. Marvel's kanali. Savdosi bo'ldimi? Vermeye kaldı. Ha? 28'den vermeyapti. 28 dan bermayapsizmi? Qancha baholayapsiz buni? 3'den deyapti. 3 milliondan baholanib 28 dan savdosi bo'layotgan ekan. Qo'shqor qanchadan bo'ldi aka? Qo'shlar, bular urug'liq qo'shlar. Urug'lik? Aha. Qancha deyapsiz bularni? 8 deyapmiz, 12 Buni 8 deyapsizmi? 12 deyapti. 12 baholayapsiz buni. Qancha savdosi bo'ldi buni? Buni savdosi 9 yok. Savdo 9 million bo'lyapti. Nomer qoldiramiz ha, Qo'shqor. To'y bo'ladigan Qo'shqor. Buni savdosi qancha bo'ldi? Buni 7 bo'lib qoldi. Savdo 7 million bo'lyapti. Ayting. Ayting nomerda. 93'lük. 93lik 067 067 06 71. 06 71. 71. İsmingiz kim deydi? Erkin. Erkin aka. Manzil qayer? Ha? Sapoltepe mahalla. Sapoltepe mahallasi. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol telefon qilishingiz mumkin. To'y hashamlarga mana shunday dikkillagan qo'chqorlardan bor. Izi bor. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning kanaldan kelganlarga chiroyli qilib kelishtirib qilib beriladi. Vazni ham katta. Uni dumma tashlagan. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Shunday qo'chqorlar kerak bo'lsa. 3 milliondan? 3 million. Savdo 3 million. Oldim. 3 millionga qaysini oldingiz? Bitta shu, bittasi ketdi. Ha, mana buni oldingiz 3 millionga. Qolganlar qanchadan bo'lyapti aka? Ishda bo'lsa beraman. Toza. 3 milliondan bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Qaysini 6,5 deyapsiz bunimi? Savdosi bo'ldimi buni? 58 million. 58. Nargichi? Nargi 5,5 million. Nargi 5,5 million bo'lyapti. Savdosi 5,5 bo'lyapti. Buchi? 53. 53 bo'lyapti savdosi. Savdo 53 bo'layotgan ekan mana bunisi. Savdo qancha bo'lyapti? Qanchaga sotildi? Ha? 6 millionga sotildi. Bolali qo'y qancha bo'ldi ekan aka? Bana koy 8 yaptı. 8 million deyapsiz? Savdosi bo'ldimi? 7,5. Savdosi 7,5 million bo'ldi. Marvel's kanali aka. Markus. Ha. 7,5 million bo'ldi deyapti. Savdo. Qanchadan bo'ldi qo'shqorlar? Ha? 10 milliondan bo'lyaptimi? Savdosi bo'ldimi? 20,5 million bo'lyapti uchoq. Uchoq 20,5 million. Million 500 ming so'm. 22 million bo'lsa oldi. Oxir narxi 22 million. 22 million. Shuni bor. Sofi, mana Malik bozorda yuribdi. Mana, hurmatli obunachilar, mana shunday qo'shqorlardan kerak bo'lsa, nomer qoldirib ketamiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. To'y hashamlarga kerak bo'lsa. Lekin meni osh ketadi. Bu yoqdan aka sizdan buni qo'shqorlar? Sizdan nomer qoldiramizmi aka? Bormi, izi bormi uyda? Izi bor. Ayting nomer, ayting qo'yib qo'yamiz. 90lik 625 11 26. İsmingiz kim deydi? Elyor aka. Manzil qayer? Saidobodda. Oluvchilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana shu qo'shqorlar kerak bo'lsa. yeb tursa bo'ldi. Qanchadan bo'ldi ekan buni? Yaxshimi? Qanchadan deyapsiz buni? 8 deyapti. Ikkovi 8 million deyapsiz? Ertalab 8 bu. Ertalab 8 million bo'ldi. Hozir qancha so'rayapti? Endi narx tushyapti. Qancha so'radi? 7,5. Ikkitaga. Qancha so'radi? 7,5 million. 7,5 million ha. Ikkoviga 7,5 million savdosi bo'ldi. Bugun nasib xudo olsa. 7,5 million savdosi bo'ldi deyapti. 7,5 milliongacha Gashti bozoriga savdosi bo'lib qoldi deyapti. Qancha bo'ldi savdosi?
45 mi? Savdo 45 bo'lyapti. Aytilishi 5. Aytilishi 5 bo'lyapti. Bo'ladi. 3 million 900. Ha? 3 million 900. 3 million 900 deyapsiz. Qancha bo'ldi savdosi buni? 3 million 800. 3 million 800 ming so'm bo'layotgan ekan savdosi. Sizga qancha bo'lib qoldi aka? 3 deyapmiz, 25 so'rayapti. Oxirlari 25. 25 savdosi bo'layotgan ekan 2,5 million. Ulardan 2,5 dan savdosi bo'layapti. Sizdan qancha bo'lyapti aka bu? Narxi qancha deyapsiz narxini? Siz olayotganmi? Ha? Qancha olyapsiz qancha? Narxi qancha narxi? Narxini ayting narxini. 2 million bo'lyapti. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi savdo? Savdo 19 bo'lyapti. Bo'ladi. Qanchadan bo'ldi bu qo'zilar? 4,5 bo'lyapti. Nechta ikkovmi? Savdosimi? Ikkita mana. Qo'shqormi bular? 4,5 million bo'layotgan ekan mana ikkovi. 2 million 250 dan bo'lyapti. Bunisi-chi? Ha? Bextammi? Siz qancha deyapsiz aka? Men 2,5 dedim aka 2200 savdo berdim. 2200 savdosi bo'lyapti. 22 savdo berdim. Qo'shqormi bu? Qo'chqor qo'shgan. Qo'shqor qo'ydi. Aka bering mana. Qassob aka qancha bo'lyapti savdolari? Bering. 5,5 Buni 4,5 deyapsizmi? Qancha bo'ldi buni savdosi? Buchi bular? 47 dan bo'lyapti. 3 million 200 dan aytilishi. Savdosichi? 3 million. 26 3 milliongacha bo'layotgan ekan savdosi. Kattalari 3 milliondan bo'lyapti, kichirog'i 26 gacha savdosi bo'layotgan ekan. Urg'ochimi, qo'chqormi bular? 4 ta qo'chqor, 2 ta o'rg'och. Pul bo'ldi bular. Ama kelishtirib beraman. Kelishtirib beriladi. Aka qanchadan bo'ldi ekan bu qo'zilar? Sizdanmi? Qanchadan bo'lyapti savdosi? Qancha? 6 million 300 ga. Ikkovini 6 million 300 ga oldingizmi? 6 million 300 ga olingan ekan mana. Ya siz olayotganmi? Moningiz olyapti. Mana narxi 6,5 qancha savdosi bo'ldi? 58 berma. 58 bo'ladi. Buchi? Bo'g'oz. 39 berma. 39. Savdosi 39 bo'ldi. 3 million 900 savdosi bo'ldi deyapti. 4 million. 4 million so'rayapti mijoz. 4 million 8. Ega qibrib deyapti. 48. Qurishdan bo'ladi. Mana savdo bo'lyapti. 45 ta nima kerak aka? 40 savdo bo'lyapti mana 41 ber deyapti. Pulchi hozir ko'ring aka. 8 qilyapti. Ikkoviga to'g'ri 8 million bo'lyapti savdosi. Qaysi kanal aka bu? Marvuz kanali. 41dan qo'ydim mana 41dan berasizmi? Oxirlari 41 dan bo'lyapti savdosi. Kam demas, chekam demas. Lavzumdan. Pulchi sanab olamiz. 41 dan bo'lyapti savdosi. Bobo bunday turing bobojon. Video ko'rinyapti. 8. Aka nima deysiz endi? Mana pas aka mana 100 ming qo'ydim. Qancha qilyapsiz? 41 dan qildim. Qancha bor? 8dan Bobo o'xshab 8 million 200 savdosi. Aka oxirgi narx qancha bo'lsa beriladi? 48 dan deyapti. Ha? Oxirgi narx nechta bu? To'g'ri kelsam olaman, bo'lmasa olaman. Oxirgi narxini ayting, bo'ladigan narxini. Yorilib aytayman, mana bozor tugyapti. Musafirdan chet eldan boshqa davlatlardan kuzatyapti. Ayt narxi qizib bo'ldi buni. Yorilib ayt. Ayting. Dedi 400 ga qara Farruh. 9 ham. Dedi 400. O'tib ket aka. Oxirgi narx 9 million bo'ldi 9 deyapti. million berasiz. 9 million berasiz. 42 so'ra, 82 so'radan 9 million olmaysan. Nima berasiz? Voy o'sib qolmasin. Oxirgi Realni savdo bo'ldi. 4,5 milliondan.
9 million zo'r savdo bo'ldi ekan. 4,5 milliondan mana savdosi bo'ldi. Baba, qancha deyapsiz bularni? Berasizmi o'zingiz? Menga berdi. Ha? Uyugiga aytadi. Siz hammi aka? Berasizmi? O'zimga oldim. Qanacha? Buni siz beryapsiz. Savdosi qancha bo'ldi bular? Yo'ldol pulni beryapman-da, men uni bobishga berasizmi deb. Men nima berib ketdim? Shu kerakchi. Qanchadan bo'ldi baba bular? Ular 6 milliondan. Har biri. Qanchadan bo'ldi savdosi? 5 8 5 7. 5 6 5 8 dan bo'lyapti savdosi. Aka. O'zlar 3 million 200 dan aytadi. 93 million. Olib shugam. 3 million 200 dan 3 million 200 ming so'mdan bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti. Savdosi toza 3 milliondan bo'lyapti. 3 million 200 dan baho qo'yilyapti. 3 milliondan savdosi bo'layotgan ekan. Qanchadan bo'lyapti aka bular? 2 million 300 dan bo'lyapti, 2,5 million bo'lyapti. 2,5 milliondan deyapsiz? 2 million 300 dan bo'lyapti savdosi. 2 million 300. Ikkovmi yo birovmi? Ikkovi 2 million 300 bo'lyapti. Savdosi 2,5 bo'ldi, 27 deyapti. 27 deyapsiz, 2,5 savdosi bo'lyapti. 2,5 million savdosi bo'lyapti. Kimniki bu? Davron aka. Davron aka. Bilmay. 1 million 200 dan bo'lyapti. Savdosimi? 1 million 200 dan. Kichkinasichi? 1 bo'lyapti. Maydaroq 1 million. Kattasi 1 million 200 bo'layotgan ekan. Aka? Ular 1,5 dan deyapti. Sarka bular aka. Sarka. Qanchadan so'radi? 1 million 100, 1 million 200 savdosi. 1 million 100, 1 million 200 gacha so'rayapti. İsmi Ma'ruf. 1 million. Oq narx qancha so'rab qoldi? 1 million 200 dan sotildi aka mana. 1 million 100 dan sotildimi? 200 dan. 1 million 300 dan oladingizmi? 1 million 300 dan oladi. Bo'ladi. Bo'g'ilib qolmasin, o'lib qoladi. 2,5 million. 2,5 million bo'layotgan ekan mana. Kattasi. Bu qancha bo'lyapti aka? 1 million 100. Bu 1 million 100 bo'layotgan ekan savdosi. Qanchadan bo'ldi bu o'g'il? Ha? Qanchadan bo'ldi aka narxi? Ya chiqib. Qanchadan bo'ldi bova bu? 3 million. Ikkovmi? Qancha savdosi bo'ldi? 2 million 700. 2 million 700 bo'ldi savdosi. 3 million. Ha, bratim o'g'li sho'rib qo'yib. Qanchadan bo'ldi bu, brat? Zo'rmisiz, charchamayapsiz. Qanchadan deyapsiz? Savdo. Savdo 16 bo'lyapti. Mana. Narxi 16 dan har birovi. Bo'g'ozmi deyman bu? Bu qancha bo'lyapti? 16 dan so'rayapti. Qancha baho olyapsiz? Bahosini? 2 dan baholanyapti, 16 gacha savdo bo'lyapti. Aka qanchadan bo'lyapti bular? Oldigan mol o'zi ishlayapti. Ha? Hoji aka bunda ketmangda oxiriga endi onasini ham so'z mana unga tegadi mana bunga. Olaman. Qancha deyapsiz buni? To'y qilishga odam ikkilanyapti. Bolar echkini qancha deyapsiz? Balaga qo'yib yuboraveradi. Kimlar? Qancha savdosi bo'ldi? 17. Bularchi? Ha? 1 million 800. Qancha bo'ldi savdo? Har xil bo'lyapti. Ha? Har xil bo'lyapti. Qancha bo'lyapti? 1 million 500 bo'lyapti. 1 million 500 bo'lyapti. Ha, takacham 1 million 500 bo'lyapti. 14 savdosi bo'ldi, akam 13 so'rayaptilar. 1 million 400 ming savdosi bo'ldi. Aha. Buni aka hozir 900 mi 950 tutib ketdi-da. Nargischi. 1 milliongacha beraman deyapti. Oq takani. Ikkovi ham bir xil, ha? Yo, bu urg'ochini aka 13 deyapti. 13. Urg'ochini. Ha, 13 savdosi bo'layotgan ekan mana. Qani ko'rdik mana. Mol olyapti, TikTokka qo'yaman.
Necha oldinga mana shuni oldim. Qanchaga oldingiz? 18 ga baraka bo'ldi. 18. So'yamiz yeymiz. So'yib, bo'ladi. 18 ga olindi mana. Mana yaxshilab ko'rsatdi, odamlar ko'rsin. Mana shunday. Jon aka, kimdir boshqa anonlar bo'lsa, boshqa qo'yilgan. Rossiya qaysi? Bu yo'q, men hozir Moskva hamma joyga boraveradi. Boraveradi. Yuklar bo'lsa, bemalol o'sha akaga murojaat qilaveringizlar. Ha, ketish oldin mol olib so'yib ketayotgan. Ha, meni mehmonga taklif qilaman deyapti, kelaversin. Sirdoshlar. Qanchadan bo'ldi bular? Buni 3.200 deyapman. Mana bunimi? 8 bo'lyapti. Bu 2.8 bo'lyapti sadosi. Bularchi? Bularni 1.500 dan deyapman. 1.300 dan qilyapman. 1.300 dan savdosi bo'lyapti. Mayli, 1.300 dan savdosi bo'layotgan ekan. Nima bo'lyapti bular? 24 dan deyapmiz. Yana bola. Yana bola 24 deyapsiz? Qancha bo'ldi savdosi? 22. Savdo 22 bo'lyapti. Sizda-chi aka? Uloqlar. 900 dan bo'lyapti savdosi. 900 ming so'mdan bo'lib qoldi deyapti uloqlar. Qancha deyapsiz? 2.5. 2.5. Qancha savdosi bo'ldi? Savdosi qancha bo'ldi? 23. Savdo 23 bo'lyapti. Sotilmaydi. Qanchadan bo'ldi, brat bu? Mana 27 deyapmiz. 27 deyapsiz? Qancha bo'ldi savdo? Savdosi qancha bo'ldi savdosi? Savdo 25. Savdo 25 gacha bo'layotgan ekan mana. Mana endi hurmatli obunachilar, bozor narx-navolarni tugatdik. Mana Peter bozoridan mollarni olishga harakat qildik. Mana borgacha video qildik. Videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga mana shunday tezkor videolarimiz kelib turadi. Hozirgacha mana odam ko'p. Mol sotilayotgan mollarga ehtiyot bo'lamiz. Kasal mollardan bir xil odamlar olyapti, mol o'lib qolyapti. Biladigan odamni olib kelib tavsiya qilaman mol olishga. Ehtiyot bo'lamiz. Pullaringizga kuyib qo'ymangizlar. Mehnatingizga kuyib qo'ymangizlar deyman. Ehtiyot bo'lamiz.